Assalomu alaykum azizlar. Mana biz navbat obyektimizda shu yerga bo'shak ko'mish uchun shunaqa chuqur ko'ladik. Bu chuqurimiz razmerlari 120 cm ga 1,5 metr, chuqurligi ham 1,5 metr bo'ldi. Endi bu yerga do'stlar apalakka tikalab olamiz. Mana azizlar, apalaklarni tikalab, qo'llarni qoqib, uporlarni berib oldik. Bu yerga ikki tomonga biriga 2 metrlik apalavkamiz bo'ldi va u tomonga ham 1 metrga 2 metrlik apalavkamiz bo'ldi. Ikki yonboshga 4 dona 60 santimetrga 2 metrlik apalavkamiz bo'ldi. Hammasi bo'lib 6 dona apalavka ketdi. Ikkita 1 ga 2, 4 ta 2 ga 60 razmerdagi apalavkalarimiz. Bu atroflari o'sha 10 santimetrdan qoldi. To'rlar tomoni ham shunaqa holatda bo'ldi do'stlar. Bu atrofiga ham 10 santimetrlik yog'och apalavka qilib olamiz devori uchun. Endi do'stlar beton qo'yilgandan keyingi holatini ko'rsatamiz inshaalloh. Kuzatib boringlar. Mana azizlar, betonlarni ham qo'yib oldik inshaalloh. Bu yo'l devorlarim qalinligi 15 santimetr qildik. Shu tomonga aylanasiga. Beton tomon 10 santimetr bo'ldi. Buni yog'ochimizni o'ruyinga qo'yib olganmiz. O'ruyinda turibdi. O'ruyinda qo'yib olsanglar inshaalloh qopqoq qilishda oson bo'ladi. Bu tomonlarda ham qo'yib oldik aylanasiga. Mana do'stlar. Endi beton qurigandan keyin inshaalloh apalavkalarni yechib qopqoq qilib olamiz ustiga. Biz kuzatib boringlar do'stlar. Mana azizlar, apalavkalarni ham sinimat qilib oldik, yechib oldik. Bu devorlar qalinligi 15 santimetr bo'ldi. Devor tomon 10 santimetr bo'ldi. Shu holatda qo'yildi xudo xolasa. Azizlar, chuqurligi 1,60 bo'ldi hozir. Devorning qalinligi bilan shunaqa holatda bo'ldi. Endi bunga temirdan qopqoq qilamiz va bu yerga nasos o'rnatamiz. Shu yerga nasosga postavka qilamiz. Mana azizlar, qopqoqlarni ham qilib oldik. Qopqoqlarni yasab, bu yerga 2 lik penopleks qo'yganmiz va shunaqa 3 qator simda tortib qo'yganmiz penopleks tushib ketmasligi uchun. Ostilariga shibin tashab oldik va bu yerga nasosga postavka yasab oldik. Bitta rozetka qo'ydik nasos uchun va nasosga qatirgani 2 ta